xona ilgari bolalar palatasi bo'lgan. Devorlar qalin chang va parchalar bilan qoplangan, lekin hali ham eski rasmlar izi ko'rinardi. Pol ustida masxaraboz qo'g'irchoq o'tirardi. Uning ko'zlari yonardi, qo'lida esa kichik ammo o'tkir pichoq bor edi. Chiroq miltillab yonardi. Har o'chib yo'qilganda xona boshqacha ko'rinardi. O'yinchoqlar harakatlanar, burchaklardagi soyalar yaqinlashardi. Birdan Poldan bolaning kulgisi eshitildi. U qayerdan kelganini hech kim bilmasdi. Qo'g'irchoq asta qimirlay boshladi. Pichoq yerga tomdi, lekin u hech qachon qarovsiz qolmasdi. Orqada soya paydo bo'ldi. Baland, ko'zlari sariq. U faqat kuzatardi. Palatada hech kim harakat qila olmadi. Chiroq yana miltilladi. Qo'g'irchoq joyida yo'q edi. U endi orqangizda turardi. Shunda xona ichidagi barcha o'yinchoqlar bir ovozda qichqirdi va har bir burchakdan yuzlar, ko'zlari bo'lmagan bolalar qarab turardi. Ularning jim qichqiriqlari eshitildi, lekin og'izlari qimirlamadi. Pol ustida pichoq yana paydo bo'ldi, lekin bu safar qo'g'irchoq bilan o'yin boshlanmagan edi. Sukunat. Faqat yangi kulgi va qo'l ostidagi sovuq pichoq sezildi. Endi o'yin boshlanadi.